Yana bitta iste'dodli o'quvchi navbat kutyaptilar. Ular studiyamizga chiroyli bir qo'shiq tayyorlab kelgan ekanlar. Demak, ularni ham mamnuniyat bilan taklif qilsak, Maftunaxon Quvondiqova bugun studiyamizda va ularning ijrolaridagi tarona ham muxlislarimizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Keling Maftunaxon. Bahori baxtiyor yoshligim sho'xligi beozor bequbor yoshligim bag'ringda erkalab o'ynadim ah mening yoshligim senga hech to'ymadim ah mening yoshligim Umrimning bahori baxtiyor yoshligim sho'xligi beozor bequbor yoshligim bag'ringda erkalab o'ynadim ah mening yoshligim senga hech to'ymadim ah mening yoshligim baxtiyor yoshligim sho'xligi beozor bequbor yoshligim bag'ringda erkalab o'ynadim ah mening yoshligim senga hech to'ymadim ah mening yoshligim Maftunaxon sog' bo'ling deymiz. Umr bahori yoshlikni madh etgan va qalbida, yuragida olam orzulari, niyatlari jo'sh urayotgan yoshlarimizdan biri Maftunaxonga ijro uchun tashakkur izhor qilamiz. Muhayyoxon